akalar vodiyda yangilik so'zini mana bunday ugura qilib beradigan joydan bo'larkan, qaranglar mana. Tekisli qilib berar ekan. Akalar, bugun men Farg'ona viloyati Yo'zayevonga kelganman. Bu yerda birinchi qo'l Choro Pro drabilkalarni ishlab chiqaruvchi zavodga kelganman. Bu yerda hatto 1 million so'mga ham drabilka bor ekan. Hozir bir drabilkalar ma'lumotini Karimberdi akamizdan olib beramiz. Ustalar mehnatiga bitta like bosib qo'ysa, keling Karimberdi aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Akamiz Karimberdi aka. Aka, rostdan 1 millionga bormi? Aka, 1 millionga ham qo'yardik. Aka, va haligi narxini boshida aytaylik, ko'pchilik ko'radi-ku. Boshida narxni aytib ketamiz aka. Bo'pti, 1 million so'mga qancha drabilka aka? Aka, 1 million so'mga mana drabilkamiz bo'ladi. Hop. Aka, o'z drabilkalarimiz hammasi bir xil bo'ladi narxlari. Aha. Mana ko'rinish holati. Korpusi. Korpus hammasi bir xil bo'ladi. 1 million deganimiz motori 2 kilovatli bo'ladi. 2 kilovatli motor. 1,5 оборот bo'ladi. 1,5 оборот bo'ladi. Keyin eski Vipsga plyusovoy risol qo'yilgan bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'ying. Bularimiz hashay faqat somon chiqaradi, makkapoya chiqaradi. Quruq chiqaraveradi. Sekinroq chiqaradi. Sekinroq chiqaradi. Vakuumli bo'larkan bu. Vakuumli bu ham. Xo'p, undan tashqari yana nech pul? Endi xo'p, 1 million 800 mingdan 2 million 400 minggacha bor. Hop, 1 million 800 ming so'm motori qanaqa bo'ladi? Mana shu Titan motor yoki mana buni Gralifan 3.5ligi bo'ladi. Xullas 3.5 kilovatga 3.5 ming оборот. Mana mash ko'rinishda bo'ladi. Mashlarda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. 1 million 800 ming. Joyimizda. Joyimizda. Aha, mana shu hammasi drabilkamiz bir xil universal bo'ladi. 4 xil elakda bo'ladi. Yaxshi. Endi mashina mana alyuminligi bor. Hop. 6.5 kilovatga 3.5 ming оборот. Bunimizni mana shu joyimizda 2 million so'm qilib beramiz. Ishi qanday bo'ladi? Farqi yo'qmi? Ishi bundan qo'yib beramiz mana shundan. Bir xilda, mana shu bir xilda bo'ladi. Endi mana 2 million 400 ming so'mlik qanaqa deganlarga 6.5 kilovatga 3.5 ming оборот misli bo'ladi bu. 100% metniy bo'ladi. Mahaviy qalin o'sha cho'yan, zavaschi cho'yandan bo'ladi. Quyma. Yaxshi, gap yo'q. Xo'p, sizga bitta savol beraman aka. Ko'pchilik qiynayotgan savol. Qaysi birini tavsiya qilasiz? Bunisi millislik ekan, bunisi monolik ekan. Hozir biz alyuminiylarga 3.5 kilovatlilarga mana unisini tavsiya qilyapmiz. Misli variantda 1 kilo razitsasi bor ekan. Lekin mana zavadskiy mahaviy deganimiz bilan misol cho'yan bu. Qattiqroq desa misol ko'chishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana unimiz ko'chmaydi, temirda bu, metal. Demak, buni ko'chsa balansirovkasi qochadi. Balansirovkadan qochadi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, garantiyalarni bitta tushuntiraylik aka. Garantiyalarimiz aka, motorga 2 oy garantiya beramiz. 2 oy motorga garantiya. Korpuslarimizga 1 yil garantiya beramiz. 1 yil. Motoriga 2 oy, korpusiga 1 yil garantiyasi bor. Xo'p. Shuni zamonlarni ko'rsataylik. 4 xil elakda bo'ladi. 4 xil elakda, xo'p. Mana unimiz molbob bo'ladi. Hop. Mana shu molbob setga bo'ladi, mana unimiz qo'ybob setga bo'ladi. Hop. Maydaroq mayin qilib yuboradi. Bunisi bug'doy makkani kepay qilib beradi. Maydalar un holatga keltirib yuboradi. Mana unimiz makkani mardali makkalarni yorma qilib beradi. Misol qo'y boquvchilarga yorma makkani yorma qilib bersa zo'r bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p, drabilkalarimiz aka, listlar haqida bitta tushuntirib o'taylik. Necha listdan bo'ladi, Listlar aka. Xo'p, bitta mana unisi 1 uchlik bo'ladi. Qozoni. Hop. Battan bag'i 2 lik bo'ladi. 2. 1 3 ga 2 bo'lar ekan. 2 lik bo'ladi, G'ildiralar qo'yilgan. G'ildiralar qo'yilgan, tortkasini almashtirib beringchi yo'ndan. Osonlashadi. Mana setkasini misol uchun olib qo'ymoqchi bo'lsangiz mana aka. Mana yondan olib qo'yilaveradi. Yondan bemin olib qo'yilaver ekan. Mashg'ulot bo'ladi, xavfsizda bu. Xavfsiz, yaxshi. Yondan olib solib qo'yaveradi. Tezda bo'ladi. Bu yerda nimaga drabilka arzon, sifati yuqori deydiganlarga lazer apparatga ko'rsataylik. Endi aka mana o'sha nimalarga mana kesib qo'yilgan ekan, tayyor. Kesilgan, mana pechat list olib kelamiz. Yangi list bo'ladi aka. Hali eski nima olinmaydi, yangi listdan olib kelinadi. Mashinadan kesiladi. Mana lazerga qo'yilgan, mana lazer kesadi mana. Mana mash kesayotgan narsasi hozir havo to'sqichi bo'ladi. Mana kattasi mana hampaniki. Hozir kesyapti. Yaqinroq ko'rsating, yaqinroq. Buni havo to'sqichi? Havo to'sqichi bo'ladi. Mana hampa. Zo'r. Lazer xizmati ham bor. Lazer xizmati bor. Bo'ldi, ketdi baqa. Yaxshi aka, xudo xolisa bu narxi 400 ming dedik-a uni. 400 ming so'm. Yangi ixtiro narxi 400 ming so'm ekan. 400 ming so'm. Yana bitta narsa qolib ketyapti. Nima qolyapti? Ko'pchilik mijozlarimiz drabilkani olyapti, tiqilib qolib yo to'kda bir kuchlanish bo'lib ishlamay qolsa,
motor kuydimi deb bizga telefon qilyapti. Ma'lumot uchun mana hammazda mana shu narsa bo'ladi, samazashda. Avtomat unday qo'yildi. Mana shu narsani bitta bosib qo'yib turib ishlatsa yana ishlayveradi. Tashlavorsa, mana shu tashlavoradi. Tashlavorgan holatda ishlamay qolsa tashlavorgan bo'ladi. Mana shuni bitta bosib qo'yib yana ishlataveradi. Ishlasa bo'laveradi. Mana shu narsa bo'ladi. Zo'r. Xo'p, drabelka to'g'risida ma'lumotni berdik. Manzilni bitta tushuntiring o'zingiz. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'i. Xonobod qishlog'i. Bag'i Andijon Qo'qon betonkani bo'yi. Betonkani bo'yi. Xo'p, akalar, o'sha 1 million so'm drabelkani olib turib bemalol ishlataverasizlar. Dastlabkasi nima bo'ladi aka? Dastlabkalarni kelishilgan holda bo'ladi. 1 million 800 mingligi bor. 2 millionligi bor. Ketaveradi. Motorga qarab razisa bo'laveradi. Bir xil cho'rib bo'ladi, motorga qarab razisa bo'laveradi. Hozir endi biz aka nima chiqarib beramiz bularga, kuzatuvchilarga? Makka bor, bug'doy bor. Aha. Asli lazer o'chirib qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi. Mana bug'doyni chiqaramiz, makkani mardagi bilan chiqaramizda. Lekin paya bor ekan mana. Paya chiqaramiz, keyin somon chiqarib beramiz hozir. Gap yo'q. Xo'p. Qaysidan boshlaymiz? Birinchi dondan boshlaylik. Dondan boshlaymiz. Men mardagi bilan chiqaray aka. Ikkovi teng yuraveradimi? Ikkovi teng. Men mardagini chiqaray, siz bo'lsa bug'doyni chiqaring. Xudo xolisa ustalarning mehnatiga qadrlab bitta-bittalarga bosib turasizlar. Boshladi aka chiqarishni. Mana. Men hozir mardagini akamiz nasal chiqaringlar. Bug'doy. Misol uchun bunga o'sha 40 kilo don sig'adi. 40 kilo sig'adi. 40 kilo sig'adi. Makka yo bug'doy to'kib qo'yadi-da, mana legirovkani ochib qo'yib, yurgizib chiqaraveradi. Ishini qilib kelsa ham ishini qilib kelsa ham chiqarib qo'yaveradi. Zo'r, mana. Yorvardi, lekin sute pochasi bilan ko'rsatdim. Yaxshilab chiqarib tashladi. Ya'ni buni yormani ham, ya'ni nayinni ham zo'r chiqardi. Yormani ham mana 50% kepay bo'lib ketadi, un bo'lib, 50% shakar sifat bo'lib qoladi. Gap yo'q. Soatiga qancha, soatiga qancha? Xo'p. Soatiga 200 kilo chiqaraveradi. Bu? U ham chiqaraveradi. 200 kilo. Bu 200 kilodan ko'proq ham chiqaraveradi. 4 qop, uni 4 qop, buni 5 qop deylik-a. Shunaqa qilib chiqaraveradi. Yaxshi, zo'r. U faqat bug'doy, arpa, o'sha loya deysizmi, nima narsani chiqara oladi. Tolqon qilmoqchi bo'lsangiz ham uyda nonni quritib, nonni qurib chiqarmoqchi bo'lsa ham chiqaraveradi. Tashlaveradi. Mana unisi un holat keltirib yuboradi. Buni sal yiriroq qilib beradi. Xohlagan anaqasida qilaveradi. Men ham qaranglar, akalar bunday hali pastga bunday bo'lgan. Uzoq qirg'itmaydi. Zo'r. Mana shularni ham o'sha lazerda kesib qilamiz. Zo'rda kesmaydi. Bagargada qiladi, qirralar chiqib nima qilib bo'ladi. G'ildiralar qo'yilgan mana yetarli. G'ildira ham katta ekan sizniki. G'ildira ham katta. Ko'p joyda bemalol yetalashga qulay. Gap yo'q, zo'r. Endi xo'p, aka payani ham, qanday? Somonni ham qo'y holda chiqaraylik. Qo'y bo'ldi, qo'y setkasi chiqaraveradi. Deyman, mo'rinni o'shanda bemalol chiqaraveradi-da. Aka. Birinchi somon chiqaraylik. Qo'y holatda, lekin payani chiqaraylik. Bo'ldi. Yo'q. Mana har doim o'sha elar. Tada solasiz. Yondan solinadi. Bunaqa qiyin-da, misol yana bitta narsa turbali qalinidan so'raganlarga qilib beraveramiz bundan, ha? Nima o'zi qalin? Mana qonini turbali deganlarga undan ham qilib beraveramiz. Narxi nima qo'shilib qoladi? 100 ming so'm qo'shilib qoladi. 100 ming so'm qo'shilib qolar ekan, turbali qalindan qilib beramiz deysa, qilishaver ekan. Akalarimiz har yo'l yurishaver ekan. Sizlarning istaklaringga, talablaringga qarab ish qilishaveradi aka. Chiqaraveramiz? Chiqaravering, bosavering. Bismillahirrohmanirrohim. Somonni chiqaravering birinchi. Svet o'chib qoldi shekilli. Svet akalar svetimiz ham mana yonda 20 minutda yonda, 20 minutda yonda. Bo'lmasa davom ettiraylik, ozgina chiqadi ya. Keyin chiqarib beraylik.
Ovozini qaranglar, ovozini. Qarışlari zo'r o'mraydi. Aka, bo'ladi aka. Makkani ham chiqaraymi yo to'xtatib chiqaram, o'chiringda. Aka, bu nech pulligi? Bularimiz, xo'p. 2 million joyida deganimiz mana shu. Mana shu? Ha. Alimiyat motkali mana shu. Alimiyat 2 millionligi. Aha. Zo'r. Mana. Kuzatingni olib kelib, qo'y boqib tashadi mana. Vahshiy mayin qiladi. Gap yo'q. Mayin qilib yuborgan. Mayin qilib yubordi. Aha. 1 minutda bitta pressa. Ha, o'sha 1 minut, 1,5 minutda bitta press chiqarib yuboradi. Press holatiga qarab chiqarib yuboradi. Agar setkasi kattalashgan sari yana tezroq Ha, chiqaradi. agar mol bo'lib bo'lsa tezlashaveradi. Endi kim chiqarib bermaydi aka? Aha. Qo'y bopida. Qo'y bopda chiqarmaydi. Chiqarib bering. Chiqarib ko'rsatib beraman. Ayana bo'ldi. Qayan chiqarib beradi qo'y bopida. O'shanda mol bopida setkasi xotirjam chiqaraveradi-da. O'tamayan qilib yubordi-yu. Ha, bu endi qo'y bop qilib yuborganda bu. Kelinchi olib kelinchi. Silosda endi silos sifat qilib yuborganda. O'ta zo'r. Endi misol mana hali qattiq o'zak joylari chiqadi, misol o'shalarni ham mana yorib yuborgan. Yorib yuboribdi. Bemalol yuradi o'shani. Uchinchi drablika qo'y bopda chiqara olmaydi qayani. Qo'y bop chiqarolmaydi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Misol uchun mana endi buni xalq oladi, ha? Misol bir xillar chiqarib beryapti, bitta tashlaganda vorilab chiqarib yuboryapti aka. Bizniki ham chiqaraveradi. Prosta u elas chiqaradi. Setkasi chiqaradi-da, u biz endi haqiqiy mana realniy misol mana. Molbas qo'y bop qilib ham chiqarib beryapmiz Qo'y mana. bop qilib. Mayda. Demak, qolgan holatda ham chiqaraveradi degan. Qolgan holatda ham chiqaraveradi. Mana endi olib chiqarib ko'rsatib beraman. Bu yerda vorillatib beringchi. Ha, o'sha odamlar bir qiziqtirishga qilyapti-da endi. Boshchi. Mana tashaverasiz. Oho, mana. Qolib o'tkazamiz aka-da. Ulgumaysiz. Tashab ulgumaysiz-da mana, poyani ham bor mana. Bir vog'a mana. Mana. Aha. Ha, ko'ryapsizmi? Zo'r. Bu prosta endi u reklama uchun nima qilish kerak yo'q-da uni, qiziqtirishga. Endi bizda realniy mana. Mayin qilib berdik. Ha, realniy mana. Mana shu mana. Gap. Zo'r. Qo'y bop. Bu mana shu chiqarmaydi. Buni agar molga bersangiz bilasizmi? Duo qiladi o'zi. Maza qilib yuboradi-da. Yo'q. Shunaqa. Xo'p aka, qo'limizdan kelganicha ma'lumotlarni berdik. Bitta narsa qolib ketibdi aka. Mabodo motor yoki tishini olaman deydiganlarga sotilaveradi. Sotilaveradi. Nech pul? Buni Mahaviga nech pul, bunisi qancha? Ha, Mahaviliga 500 ming so'm, narigisi 400 ming so'm. Lisliga. Yana bitta narsa, haliginda misol cho'yanja nima dedim? Endi 3,5 kilovatliga yengilda bu motorlar, kichkina misol bularga mana shu lisli zo'r. Tavsiya qilinadi. Tavsiya qilinadi. Quvvat kamroq. Ha, 6,5 alyuminli bo'lsa, mana u yaxshi bu ham. Bo'laveradi. Quyma ham yaxshi. Ha, bo'laveradi. Quyma. Quyma bo'laveradi. Gap yo'q. Xo'p. Qo'limizdan kelgan ma'lumotlarni berdik aka, menimcha qolmadi. Buning ham lekin gap yo'q. Akalarimizga bitta. Bu ham endi bolalar yana qo'shimcha narsalar qilyapti. Lazer uzlandi bo'lgandan keyin. Ha, bo'lgandan keyin kimda ideya bo'lsa, bunday qilaylik deydi, qilinaveradi. Gap yo'q, zo'r. Lazer bo'lsa ish ancha yengil bo'ladi-da. Bu to'y-po'ylarga zo'r ekanda. Ha, to'ylarga, zo'rda bu. Ha, bitta mahalla bitta olib qo'ysa misol uchun. Bir qopni
20 minutda chertib qo'yadi. Chiqarib qo'yadi. Qo'limi kesdi, boshqa demaydi. Sizga ham kattaga rahmat aka, xudo xolisa qo'limizdan kelgancha berdik. Bizni kuzatuvchilar, obunachilar telefon qilsa, o'zlari kelishadigan bo'lsa, narxidan kichik ozoq qilib berasiz-da. Kelishib, xudo xolisa, kelishib, xudo xolisa xursand qilib jo'natib yuborasiz. Xursand qilib jo'natib yuboramiz. Xo'p, oxirida qolib ketibdi. Vodiyga necha pul qo'shilib qoldi Vohaga? Endi hozir dastlabkilarimiz nima bo'lyapti? Hozir misol Vodiy bo'yicha 200 ming so'm bo'lyapti. Dastlabkamiz. Xo'p. Toshkent, Voha tomonlariga 300 ming so'm bo'lyapti. Tog'aga 300 ming. Tog'da 300 ming bo'lyapti. Yap, akalar, xudo xolisa sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, eng qizig'i garantiyasi bor. Aloqaga chiqinglar akalarimizga, xudo xolisa chiroyli qilib berishadi. Shu o'ziga 1 yil dedingiz. Korpusga 1 yil, motoriga 2 oy garantiya. Mana o'sha 1 million so'mlik sizlarga kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, buni ham 1 million so'mga olib bemalol faqat o't mahsulotini chiqaradi. Bitta setkasi bor, ha? Bir xil setkasi bo'ladi bunda. Bir xil molbop setkasi bor. Ha, misol motorim bor deganlar uchun ham korpus o'zini olaveradi. Mahaviy qilib beradi. Korpus o'zi qancha? Korpus o'zi o'sha mahaviy bilan o'sha 1 millionga beraveramiz. 1 million so'm mahaviy bilan. Chetda joyimizda. Gap yo'q. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Bosdingmi? Boshladi aka chiqarishni. Ha, mana. Hozir mardagini akamiz nasal chiqaringlar. Bug'doy.